Shahrimizda paydo bo'lgan bu chuqur aholiga noqulaylik tug'dirmoqda. Chuqurga tushib ketish holatlari sodir bo'lmoqda. Natijada kimningdir qo'li, kimningdir oyog'i, kimningdir beli sinmoqda. Muammoni bartaraf etish uchun chuqur boshiga chuqurshunos mutaxassislar yig'ilishdi. Ma'rifatxon, barchalar fikrlarini yozing. Faqat siznikini yozmaymanmi? Masala azbaroyi jiddiyligidan barchanikini yozasiz. Aholi sog'lig'i bu jiddiy masala. Taklifim shundan iboratki, chuqur yoniga bir tez tibbiy yordam mashinasi, bir shifokor va bir hamshirani navbatchi qilsak, chuqurga yiqilish natijasida og'irroq jarohat olganlarni esa tez tibbiy yordam mashinasi shifoxonaga eltadi. Taklif shu. Chuqurimiz juda chuqur. Bu chuqurga tushib og'ir jarohat olgan odamni shifoxonaga olib borguncha yo'lda o'lib qolishi ham mumkin. Aholi orasida o'limlar sonini kamaytirish masalasi ko'ndalang turgan bir davrda bu ham bizga katta muammo tug'dirishi mumkin. Taklifim mana shu atrofga bir kasalxona qursak. Siz masalan chuqurga tushib ketsangiz, masalan chiqarib oldik, lip etib shifoxonaga olib kirdik, davolab qo'yib yubordik. Masala hal. Yaxshi. Sizniki ham yaxshi. Fikringlar kaltaroq bo'lsa ham yaxshi. O'zimni ko'p yillik katta tajribamdan kelib chiqib, o'zimni fikrimni aytaman. Tez tibbiy yordam mashinasi, bitta shifokor, bitta hamshira, bu hammasi xarajat. Kasalxona qurish esa katta xarajat. Xarajatlarga mablag' esa budjetdan olinadi. Budjet katta xolaynikimi? Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan taklifim shuki, shahrimizdagi mavjud bo'lgan kasalxonalarning birini yoniga chuqur